Emizikli ayol ro'za tutishi mumkinmi? Bu savolga tibbiy nuqtai nazardan javob beraman. Assalomu alaykum, Doktor Mushtariy ma'muriy kanali va Yosh onalar olami guruhi qatnashchilari. So'rovnoma qoldirganimda ro'zaga aloqador tibbiy savol qoldiring deb asosan demak ishtirokchilarimiz mana shu savolni berishgan. Ya'ni o'zi ro'za tutish mumkinmi emizikli ayolga? Sutning tarkibi o'zgarib qolmaydimi? Sut kamayib ketmaydimi? Bolaga ziyon qilmaydimi da? Chunki ba'zi shunday savol ko'rdim, что ro'za paytida organizm detoksikatsiya bo'ladi va toksinlar sutga chiqadi va sut ayniydi. Shunda bolaga ziyon qilmaydimi degan savollar ham bo'libdi. Shuning uchun давайте tibbiy nuqtai nazardan bu savolga javob beraman va prям ro'za haqida alohida emas, ro'zada nima kutiladi? Ya'ni ayol organizmiga, inson organizmiga ma'lum muddat mobaynida, ya'ni o'sha 1 oyda har kuni u soatdan bu soatgacha tashqaridan hech qanday yegulik, suvda ozuqa kirmasligi haqida. Mana bunday holda, ya'ni ayolning och qolishi, bunday olib qaraganda ayolning och qolishi ona sutiga va bolaga qanday ta'sir qilishi haqida sizlarga tushuntirish beraman. Ayol birinchi tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsa, ayol och qoladimi, to'q qoladimi, uning sutining tarkibi o'zgarmaydi va miqdori ham unga bog'liq emas. Ona sutining miqdori, ya'ni u kamayib ketishidan qo'rqqan onalar uchun ona sutining miqdori siz ovqat yeysizmi, yemaysizmi unga bog'liq emas, bolani emishiga bog'liq. Ya'ni sutning tarkibini regulyatsiya qiladigan, ya'ni nazorat qiladigan inson bu bola bo'ladi. Talab bo'lsa, sizni organizmingiz uning talabiga yarasha sut ishlab chiqarib beradi. Unutmaymiz, ona suti bu tirik to'qima. U sizning qoningizdan hosil bo'ladi. Siz yegan mahsulotlardan, ozuqalardan hosil bo'lmaydi. Sizning qoningizdan. Siz yegan ozuqa, siz yegan mahsulotlar sizning ehtiyojingizni qoplash uchun kerak. Bolaning ehtiyojini qoplash uchun emas. Sizning organizmingiz sizdagi zaxiralardan olib bo'lsa ham, lekin bolaga hamma kerakli narsani yetkazib beradi. Shuning uchun bu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bemalol ro'za tutishingiz mumkin, sutingiz kamayib ketmaydi. Tarkib nuqtai nazaridan ham xuddi shu narsa. Agar siz hammani ro'za tutmasangiz ham, lekin sizda anemiya bor bo'lsa va temir moddasi yetishmayotgan bo'lsa, sizning sutingizda ro'za tutmagan holatingizda ham temir moddasi kam bo'ladi va shuning uchun ham dunyo bo'yicha birinchi navbatda bolalarda va onalar temir tanqislik kamqonligi bo'yicha xavf guruhida turadi va ayniqsa bolalar 6 oydan boshlab, chunki o'zi ona sutida temir moddasi tak kamroq. Undan keyin yod, misol uchunda, yod bizning yurtimizda qaraydigan bo'lsak, bizda dengizdan uzoqdamiz, yod tanqis mamlakatda yashaymiz va siz ro'za tutmasangiz ham sizning sutingizdan bolaga yod yetib bormaydi agar uni qabul qilmasangiz. Va hokazoda, ya'ni vitamin D xohlagan element, xohlagan vitamin D da oladigan bo'lsak, agarda sizni organizmingizda o'sha narsa yetishmayotgan bo'lsa, bo'ldi, haqiqatda sutingizga bu boridan oladi. Yana bir marta aytaman, sut sizning qoningizdan sut bezlarida hosil bo'ladi. Поэтому ro'za tutmasligingizni sut tarkibiga ta'siri yo'q. Miqdoriga ham ta'siri yo'q. Ya'ni bola bu yerda emib turaversa, sizda sut hosil bo'lib turaveradi. Siz och qolishingiz qoningizni kamayib ketishiga olib kelmaydi, правильно? Ya'ni har qanaqasiga siz og'iz ochgandan keyin o'sha o'rnini to'ldirib olsangiz, harakat qilsangiz to'g'ri, shu harakat to'g'ri ovqatlanishni amalga qo'ya olsangiz, ro'za paytida ham siz buni o'rnini to'ldirib ola olasiz. Теперь насчет toksinov, sutga hech qanaqa detoksikatsiya deganimizda bizda organizmimizni tozalovchi a'zolarimiz bor, tizimlarimiz bor, chiqaruv tizimlarimiz bor. Chiqaruv tizimlarimiz bu peshobda, ya'ni avvalambor bu hamma toksinlarimiz bizda peshob bilan chiqadi. Qisman jigar bu naqa bo'lgani uchun, как его
laboratoriya bo'lgani uchun, eng katta filtr bo'lgani uchun va eng katta bez bo'lgani uchun organizmimizdagi qisman demak oshqozon ichak yo'li orqali ham chiqadi, ya'ni najas bilan. Qisman ba'zi narsalar chiqaruv tizimlari, ya'ni terlash orqali ham qisman chiqadi. Qisman nafas olganimizda chiqadi-da. Chunki biz nafasni faqat olamiz, yana nafas chiqaramizda. Organizmimizni kislorod bilan ta'minlab, karbonat angidridni tashqariga chiqarib oladi. Ya'ni mana shunaqa tizimlarimiz bor va sut bezlari asli chiqaruv tizimlariga kirmaydi. Sut bezining yagona vazifasi bor, sutni hosil qilib berish. Sut bezlari o'ta bitta bez emasda, sut bezlarining vazifasi ozuqani hosil qilib berish bola uchun va ayol kishini ayol sifatida biologik vazifalaridan biri, asosiy vazifalaridan biri bu naslni yetiltirish ichkarida va uni dunyoga keltirish, keyin uni o'zi oziqlana oladigan yoshga yetguniga qadar uni ozuqa bilan demak parvarish qilish va ozuqa bilan ta'minlash. Shuning uchun aslo bu narsadan ikkilanmasangiz ham bo'ladi. Keyingisi na что ta'sir qiladi ro'zada, ya'ni och qolishingiz nimaga real ta'sir qiladi. Suv kam ichganingiz uchun, ona suti bu suyuqlik va u 90% ga suvdan tashkil topgani uchun sizning yetarlicha suyuqlikni kun mobaynida iste'mol qila olmaganingiz sizda laktostaz ehtimolini xavfini oshirib yuboradi. Ya'ni скорее всего laktostaz sut quyuqlashadi prostada, lekin bu yaxshi degani emas. Voy quyuqroq sut yaxshiroq degani emasda. Sut suyuq bo'lishi kerak, prosta unda yetarlicha o'zini foizda yog'lari borda. Ya'ni quyuqlashgani yog'liroq bo'lib qoldi degani emas, bolam yaxshiroq semirar ekan degani emas. Yo'q, bolamiz yaxshi semirishni xohlasak, biz to'g'ri o'zini qonun qoidalari bor. Bolani to'g'ri emiza olishning to'g'ri o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. O'sha qoidasiga rioya qilsangiz bo'ldi. No, laktostaz xavfi ortishi mumkin. Ayniqsa ilk oylarida sut birinchi 2 oy mobaynida sut ortig'i bilan keladi. O'shanaqa ortig'i bilan kelganda suv kamayib ketsa, o'ta shu limfa отек ham bo'ladi-yu. Yangi tuqqandan keyin ayolda limfatik shishlar ham bo'lishi mumkin. O'sha hisobiga o'tadi. Напряженность, tarang turishlar o'sha hisobiga ham bo'ladi. Laktostaz, ya'ni sut quyiladi, suv kamroq bo'lgani uchun organizmda o'sha paytda haligi o'rni to'ldirilib turmagani uchun laktostaz xavfi oshib ketishi mumkin. Faqat shu. To есть tibbiy nuqtai nazardan ro'za tutishingiz mumkin. Siz buni o'zingiz organizmingiz ya'ni tutib ko'rib, o'zingiz buni hal qilasizda. Ochlikka chidash osonroq, chanqoqqa chidash qiyinroq. Siz ertalabdan kechgacha umuman deyarli suyuqlikni yo'qotmaslik uchun hech qanday harakat qilmasdan ertalabdan kechgacha yotib bolangizni emizsangiz ham siz kamida 500 kilokaloriya yo'qotasiz, ancha buncha suyuqlik yo'qotasizda. Поэтому siz xohlasangiz tutib ko'rishingiz mumkin-da. Tutib ko'rib, agar o'zingizni yaxshi his qilsangiz, bemalol tutishingiz mumkin. Bolajoningizga bu yomon ta'sir qilmaydi. Endi agar sizni organizmingizda defitsitlar bor bo'lsa, o'sha defitsitlarni, tanqisliklarni aniqlagan holda o'rnini to'ldirib turasiz. Ratsioningizni Ramazon oyida ham o'sha saharlik va iftorlik paytiga to'g'ri tashkillashtirsa bo'ladi. Ya'ni hamma kerakli organizmingizga kerak bo'lgan narsalardan iborat menyu tuzib olib, o'shanaqa qilib iste'mol qilsangiz ham bo'ladi.